Nima qilyapsan? Remenqada yapa. Remenqada. Bu airbaglarni olib chiqarib, bu cheklarga bog'lab qo'yib yubor. Nima sabab? Nima sabab? Nima Sayt sabab? qilaylik endi. Yo'l mashina yo'q-ku. Ko'rmasam, svetofor qizil kameralar ishlayapti. Kes ishga oladi. Voy do'q, kamera ishlamaydi, men javob. Kayf qilaylik do'stim. Mont ishtirab kelsa, qo'ylarni sotib to'lab bermaysan. Alish do'q. Yuraman. Piyada borib yoramizmi yoshlar? Nima? 8-9 larda yurasam sekin. Mon orqasi g'ish qo'yib qo'yganmi? 30 o'tsam, uni kamera uy kelib taqalashtirib to'lab turadi. Oshna ishlamaydi kamera, men javob. Kayf qilaylik do'st. Bosing kaptiva-yu. Bo'ldi, shuni sug'urib olib. Cho'pani bosaymi? Bosing. Davay! Bosing. Maza qilamiz. Voshna! Bosding-ku. Strapnoyda mashinam kayf qilyapti. Mana remenni shuni yechib olar, kamera ishlamayapti degani uchun. Bu qizildan o'tib ketdi, og'ir to'rt ko'chada kameralar ishlamayapti degani uchun. Mana u tezlikka degani uchun. Anjandek hamma kamera ishlayapti ekanda, g'urrabosh. Komandir, mashinamni Hoppozga topshirdim. Strapnoydagi mashinani to'lovlarni qiladi-da, straplar to'lab qo'yib ketadi. Gazini bosing, a? Tushunmadim. Shopir bumi yo sizmi? Shopir biz? Nima uchun bo'lmasam bu jarima to'laydi? Mashinamiz gapiga kirib, bosing kayf qilamiz, mashtraplar keldi. Qo'yaring, mashtolarsin, kayfini biz qilaveramiz. Komandir ketib mashinani olib o'ldirib beraman, to'lab qo'y, hop.